Biz kutgan hacker valla. Salom bo'lsa. Biz mashatda yashab qolamiz 100 kun bilasizlar valla. Buni davom chiqarman deganim sizga hali 100 kun bo'lmadi, hali 10 kun bo'ldi valla. Mana shu 10 chiqqan. Mashatdan jitillar chiqib ketadi, shuning uchun qo'yibman. Har doim rekker chiqarib yurgandi. Rekker ishiga ketdi, ish ko'p edi rekkerni. Men endi hackerman. Bu meni kanalim. Bilsangiz valla. Rekkerdi. Men ishim bor edi shu vaqtda. Men bu yerdan ketgan edim. Shuning uchun valla chiqardim. Haqiqatdan bu jita ichiga chiqib ketdi. Shuning uchun yordam beramiz. Kirka bilan cho'q. Shurda ochib qo'yaman. Sanlarga-da. Masalan, do'konni ochamiz. What the hell? 59 57. What the hell? Shunga ham olaman bola. Masalan, botdan nima olamiz? Shaqillangan yo'q, oltinlangan tarvuz. Buni yesak ham bo'lar ekan. To'xta, buni jonini ketkazaylik boshda. Nima qilsak, hozir bizlar mana shuni yeb ko'ramiz qandayligini. Boshda jon ketkizish kerak. Buni yeb bo'lmayapti bola. Nima qilamiz? Qonim ochganda yerman. Golma botlardan ko'p bo'ladi. Mashotdan tush kerak. Bola jonim ketmayapti bola. Nega jonim ketmayapti bola? Axir shunchalik bilatdan sarkadim, lekin jonim ketmadi bola. Endi nima qilaman? Buni hech bo'lmasa barib yeymiz. Voy! Jonim ketmaydi. Yaxshi, qayta jonim ketmasa, o'qati. Biz mashotga nima qilsak edi? Mashotga hozir ko'rasizlar qursam. Xato qildim. Atkincha buni balandga qo'yish kerak-ku. Atkin yodda yo'q ekan. Biz shu yerda hozir bir minutga qo'ylar junini akkilaman. Sizlar shungacha bir minut kutib turinglar bolalar. Mana akkildik. Hozir bizlar mana shotga qo'yish kerak. Mana shuni tomaga. Gol. Kimni o'ldirdi hozir? Kimdir o'ldirdi bola. Menimcha. Bo'lqana botdek. O'tiramiz. Ustga menimcha ko'k. Şimdi solam ana tek boss yap. Botdan ama ko'rdim men shotda. Hozir turganda shotdan kimdir o'tib ketdi. Ha, skelet ekan. Mashina uzunligi yetadi shekilli. Oy, tushib ketay dedim. Valla.
tushib ketsam yomon ish bo'lar edi. O'zi tushacakmiz bu. Oltin olma bormi? Albatta borda. Qani oltin olmoqda. Balki shunchaki jonni olamida. Shundaymi bolalar? Necha jonni oldi shu bilan bolalar. Shunaqa ham balandga chiqamanmi? Balandga. Botta uylarim ham ko'rinyapti. Mana. Nimaga biz nima dedik? Kamon qo'yapmiz. Kamon bizga hech qachon kerak emas. Yo'q, yetmaydi shekilli, yo'q. Bolalar. Qo'yamiz. Pastda golemlar bor. Jitollar ko'p ekan. Chunki desa yuraveradi. Qorni to'ysa bo'ldi-da qishloqlarga. Shundayda. Hozir bizlar mana shuni qo'yamiz. Botani olib tashlaymiz. Tushib ketdi. Voy. Botdagi sigir golimni telab ketdi bolalar. Voy, golim shunaqa ham kuchsiz bo'lam. Lekin botda mana shuni qo'yamiz. 3 qator bo'ldi. Endi bu yoqqa albatta oq. Men nimani qurganimni internetdagi bilasizlar, yozib ketasizlar. Nima qurayotganimni. Mana qo'ydik. Endi biz ham shularni olib tashlaymiz. Botiga nima qurjaq dedim? Qizil. Yorim bilan nima qurardim? Haqiqiy yorimman bola. Yorimman. Shunaqa ham bo'lami? Qizil bo'ladi bu bola. Shunchalik ham yoddan chiqib ketdi bola. Nega xato qilishim mumkin buni? Necha yildan beri bola O'zbekiston bir yo'ni qurganman. Mana shuni tugadi. Endi pasi oq albatta. Ana bo'lyapmiz. Xudoga shukr bo'lyapmiz. Haqiqatdan ham yorimman bolalar. Shunchalik ham odam bo'lami? Mana bo'ldi. Necha? Bundan ko'p ekanmi? Paskendi qizil. Voy, dod tushib ketayman. Ana o'tdi. Bu bo'ldi. Boshqa pastga hamma narsalar tushib ketdi. Shundaymi akalar? Okalar edi, bular oka dedi. Shunaqami? Voy, bilmay yuribman. Tushib ketsam tamom bo'lar edim bola. Battar tamom bo'lar edim. Shunchalik ham odam bo'laman. Voy, nega? Qandayman?
Nega shunaqa bo'laveradi? Shunchalik ham ahmoqmanmi bola? Shurda video tamom bo'ladi. Sizlarga yormini ko'rsataman hozir. Voy! Qanaqa? Undaga videolarni ko'rsataman bola. Videom shu yerda tamom bo'ladi. Endi sizga ko'rsataman bolalar. Hali ikkinchi buni 5-qismi bo'ladi. Ular juda ham ko'ringlar bolalar, necha yil bo'ldi bolalar. Tezroq kommentariyama like va obuna bo'ling bolalar. Necha yildan beri video chiqarmagan edim. Ularni oyog'i yo'q bo'ladi, lekin bular pastda bo'ladi. Sanlar esa mas qo'yni o'ldira olmaysizlar hali. Bitta solsam o'lasanlar. Yo'lla tamom videom shu yerda.